Yangicha sahna bezaklari va musiqa spektaklni ta'sirchanligini yanada oshirishga xizmat qilgan. Asarni tomosha qilganingizdan so'ng birinchi bo'lib ushbu fikr ko'nglingizdan o'tadi. Avvalo mazkur spektaklda kuchli aktyorlar jamoasi jam bo'lganini alohida ta'kidlamoq lozim. Yosh ijrochilar ham jalb etilgani esa asarni yanada boyita olgan. O'rtacha 2,5 soat ichida Alisher Navoiy hayotini biz bilgan va bilmagan jihatlari mohirona tarzda ochib berilgani esa bu ijodkorlarning yutug'idir. Albatta bu tarixiy shaxslarni sahnalarda siymosini yaratish, ekranlarda siymosini yaratish bu juda og'ir narsa, ham juda mas'uliyatli narsa. Endi har birini o'zini tasavvuridagi Alisher Navoiysi, o'zini tasavvuridagi Amir Temurov bo'ladi-ku. Kelgan odam ko'yni qolib chiqib ketmasin degan narsalar bo'ladi. Endi iloji boricha o'shanaqa narsalar bo'lmasligiga harakat qilib, qo'ldan kelgancha. Spektaklda saltanat atrofidagi mojarolar, ezgulik va tubalik, adolat va yovuzlik o'rtasidagi tafovutlar ijodkorlarning qismatlari orqali ochib beriladi. Sahnada Guli obrazini gavdalantirgan Dilnoza Kubayeva uchun esa ushbu spektakl alohida ahamiyatga ega. Biz O'zbek Milliy akademik drama teatri jamoasi Hazratimiz G'azal mulkining, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy hazratlari tavalludining 575 yilligiga bag'ishlab Uyg'un va Izzat Sulton qalamiga mansub Alisher Navoiy spektaklini, piyesasini olib ishladik. Tavallud ayyomlariga yana bir marta sahnalashtirdik. Chunki bu spektakl bundan avval 2-3 marotaba mana shu muhtasham sahnada ijro etilgan va navbatdagi sonida menga Guli roli nasib qildi va men bundan juda ham baxtiyorman. Albatta tarixiy mavzudagi asarlarni teatr sahnalariga ko'proq olib chiqilgani yaxshi. Zero bizning ajdodlarimiz orasida faxrlanadigan, o'rnak bo'ladigan siymolar talaygina. Hadiya Abdullayeva, Shuhrat Fayozov, Akmal Abduqodirov, O'zbekiston Online informatsion dasturi uchun.